Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun men qanday qilib PDF faylni razmerini kamaytirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Google ni ochamiz va Align PDF deb yozib poisk beramiz. Align PDF. Keyin Align PDF saytiga kiramiz. Va rus tiliga o'tamiz. Rus tiliga o'tgach, Jat PDF degan joyi bor, mana ko'ryapganingizdek. Shunga bosib, keyin kerakli faylni, ya'ni PDF razmeri katta bo'lgan faylni shu yerga olib tashlaymiz. Svoystvosini ko'rsataman, mana razmerini ko'ryapganingizdek 17.5 megabayt. Uni razmerini kamaytirmoqchimiz biz. Shu yerga olib o'tamiz va bu yerda загрузка bo'ladi. Kutib turamiz. Bu onlayn konverter. Загрузка to'lgach biz преобразование bo'lyapti. Bir pas kutib turamiz. Пожалуйста, подождите. To'lgach skachat fayl degan joy bor. Shu yerga bosamiz. Mana skachat bo'lyapti hozir. Skachat bo'lgan narsani рабочий stolga qo'yamiz. Va hozir uni svойство yordamida razmerini ko'rsataman. Mana ko'ryapganingizdek 519 megabayt adashmasam. Razmeri anchagina kichaydi.